Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi ugolovimizni video obzorini boshladik. Bunimiz juda katta razmer. 630 ga 230. Tumbasi ham 1 2 3 4 5 6 7. Bitta bonusga 8 ta qilingan. Uni ko'rganimiz yo'q edi. Yostig'ini ham ko'ryapsizlar. Mana har bitta odamga yetadigan darajada yostiq qilingan. Stolun uzunligi ham 480 ga eni 90. Mana ulamasi bor mana. Ikkita bo'lingan stol, отдельный. Ashadagi brenddagi stolimiz. Qora panteramizni katta razmeri, 20 tadan oshiq odam sig'adi mashinga. Sidinasini 40 plots qilganmiz. Pampers emas, 40 plots macharka qilingan. Orqalari o'zini materialida qoplangan. Ponni. Bular ponni yashalik MDF gul taxta. Tuymalar har doimgidek gold qilingan. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni o'zingizlar videolarda ko'rgansizlar. Bu ikkita ugolovdan ham salkam o'zi ikkita ugolov keladi hozir o'zi. Buni bo'lsangiz. Buni mashkampligini 12 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi mashkampli edi. 40 plotsda bo'ladigan bo'lsa, bor yana 1 million qo'shilib qoladi. 13 million 200 ming so'mga qilib beramiz. 40 plots. Pampers prujinada bo'ladigan bo'lsa, 12 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Hozir bunimiz 40 plotsda bo'lgancha qimmatroq bo'lgan, zakasga, ichlari 100% sasna yog'och, garantiyalarini beramiz. Xon taxtalari ham Ashalik kechagi ustiga chiqib yurganimda baquvvat ishlangan. 20 tadan oshiq odam sig'adi bunga xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar. Telefon nomerlari qoldiraman. Men Nodirbek, bemalol murojaat qila olasizlar. Ro'zaga skidkamiz halida davom etyapti. Telefon qilib ulgib olinglar. Ro'zichi xudo xolasa zakaslarni qabul qilyapmiz mana. Oltiarali akamiz zakas qilgan mana shu narsani. Xudo xolasa mana bugun bitkizdik. Ertaga inshaalloh egasiga topshiramiz buni. Kattaligini ham ko'ryapsiz. O'zida juda katta bu ugolov. 20 ta odamni o'ziga qabul qila oladi. 20 ta mehmoningizni kuza oladi. Tumbalarini yoniga surib o'tkazadigan bo'lsangiz, даже 20 tadan ham oshiq odam sig'adi. 20 tadan misol 22 ta, 25 taga qadar odam sig'dirsangiz bo'lsa kerak chamamda. Xo'p, WhatsApp, Telegram hammasi bor, ishlata olamiz. Murojaat qila olasizlar. Aytganimdek zaklatimiz 100 ming, 200 ming so'm xolos, qolganini borgandan keyin to'lov qila olasiz. Dastavka xizmatlarimiz Andijon shahar ichida dastavka xizmatimiz tekin. Boshqa joyga bo'ladigan bo'lsa, pulli bo'ladi dastavkamiz. Xudo xolasa olib kirib chiroyli qilib joylab chiqishadi. Andijon ichida bo'ladigan bo'lsa, boshqa joylarda bo'ladigan bo'lsa, endi xafa bo'lmanglar. Bir ikkitalariga jo'natyapmiz. Mashinaga yuklaganimizdan keyin mana noshkalari yechiladi. Yechib yuklamasak, katta joy egallab oladi bu narsa. Shuning uchun yechib yuklanadi. Endi shopir borib qatira oladigani qatira oladi. Qatirishni bilmaydigani qatirishni bilmaydi. Bu oson, misol. Mana noshkasi samarez bilan yechilib qatira olasizlar bemalol. Unga ham обязательно 100 ming, 200 ming so'm pul sarf qilish shart emas. Bitta ustani chaqirsanglar, qo'lida bitta dreli bilan kelsa, 5 minutda hammasini noshkasini qatirib chiqadi. 5 minutda. Hattoki mana uni ham, shuni ham tagini bir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana shurublari mana mana bo'lib qilinadi. Mana ko'rib turibsizlar? Mana. Xuddi shunaqa qatiydi mana. Mana. Ko'rganinglardek. Xuddi shunaqa bo'ladi. Oson, bu qiyin joyi yo'q. Hamma narsasini o'zini ichida, komplektning ichida ketadi. Bu narsa kamomad bo'lmaydi, xudo xolasa. Murojaat qila olasizlar. Telefon qilsanglar, zakaslar qabul qilyapmiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, ro'za ichi hamisha sizlar bilan birga chiroyli videolarimizni qo'yib beramiz, ko'rasizlar. Bonuslarimiz hali ham bo'lyapti. Xudo xolasa qilib beramiz chiroyli qilib. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimgidek sizlar bilan Nodirbekman.